Kanadaning Birleşken Devletler Teşkilatı'da turuşluq baş elçisi, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kişilik hukuk kengişini Xitayning Uyg'urlarga qaratgan ziyankeşliklerinin ırqi qirg'inchilik kategoriyasiga yatadigan yatmaydiganligi ustidan tekshirish elib berishga chaqirgan. Bobri bu so'zlarni Kanada media şirketi BBC'ning ziyoratini qabul qilganda o'ttirg'a qo'ygan. O mundaq degan: Şübhisizki, Xitayning qilayotganlarining ırqi qirg'inchilik ahdinomasidagi ırqi qirg'inchilikning aniqlamasiga mos keladigan taraflari bor. Ammo ahvol shundoq ekan, u sizdan uchur to'plash jarayonini boshdan kechirishni hamda bu xil ayblashni qo'llaydigan dalil-ispatlarga erishganligimizni jazmlashtirishni talab qiladi. Aldın qayda Kanada Avam Palatası Tarmaq Komiteti doklad e'lon qilib, Xitoyning musulmon osonliq millatlarga qarata yurgizayotgan jazo lagerlari keng ko'lamli tutib turish, majburiy emgakka selish va nopusni kontrol qilish qatorli qilmishlarning irqiy qirg'inchilikqa berilgan aniqlamalarga dal keladiganligi bildirilgan edi. Amerikadagi Uighur harakati tashkilotining raisi Roshən xalqaro jamiyatni Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirish siyosatini irqiy qirg'inchilik deb tونۇشقاچاقىردى. Z5 xabar torining xabar qilishicha, u bu so'zlarni 13 noyabr Turkiya poytaxti Anqarada media sohasiga bergan bayonotida o'ttirg'a qo'ygan. O so'zida millionlagan Uyg'urning jazo lagerlariga qamalganligi, ularning majburiy emgak zavodlarida qulluqqa majburlanganligi bayon qilinib o'tgan. O Turkiyadagi bir muxbirning savollariga javob berganda, xalqaro jamiyatdan buningga qarshi muvofiq inkas kutadiganligini bildirgan va mundaq degan: Uyg'urlarning majburiy emgaki bilan ishlab chiqarilgan tovarlarning chet el bozoriga kirishining oldini xalqaro qonunlar orqali olish kerak. U yana xalqaro jamiyatdan Beijing hukumatining Uyg'urlarga qarshi qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishni talab qiladiganligini bildirgan. Roşən Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatlarini oshkora tanqid qilgandan keyin, uning oila a'zolari Xitoyning zarba berish nishoniga aylangan va uning hadisi doktor Gulshan Abbas 2018-yil may oylarida tutib ketilgan edi. (1933 va 1944 yillari Sharqi Turkistonda qurilgan jumhuriyatlari dunyo miqyosida turli shaklda tabriklandi. Gollandiyadagi Uighur faoliyatchilar 12 noyabr Sharqi Turkiston Jumhuriyati kuni Amsterdam maydonida xotirlash va bayroq chiqarish murosimi o'tkazdi. Gollandiyada yashaydigan Uighur faoliyatchi Abdurahim G'ani Uighur 2018-yil 7-oydan boshlab Amsterdam maydonida turli namoyishlarni uyushtirib, Xitoyning Uyg'urlarga qilgan bostirish va ziyonkashligiga e'tiroz bildirib kelgan bo'lib, bu uning tunji qېتىم Jumhuriyat bayramini bu yerda o'tkazish emas ekan. Buningdan boshqa Qozog'iston va Qirg'izistonda ham ikki jumhuriyatni xotirlash faoliyatlari o'tkazildi. Xitoyni o'z ichiga olgan Osiyo Tinch okeani rayonidagi 15 davlat dunyodagi eng chong erkin savdo kelishimi bo'lgan rayon universal iqtisodiy kelishimni imzoladi. Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqi 37-navbatlik rahbarlar uchrashuvi doirasida o'tkazilgan rayon universal iqtisodiy hamkorlik yig'inida 8 yilga cho'zilgan suhbatlardan keyin dunyodagi eng chong erkin savdo kelishimi imzolandi. Mazkur kelishimga az davlatlar Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqiga a'zo Bruney, Kambodja, Indoneziya, Laos, Malayziya, Burma, Filippin, Singapur, Tayland va Vyetnam, shunaqla rayondagi dialog sheriklari bo'lgan Avstraliya, Xitoy, Yaponiya, Koreya va Yangi Zelandiyani o'z ichiga oladi. Kelishimning imzo qo'ygan davlatlarda tasdiqlanishi va yaqin kelgusida kuchga ega bo'lishi mo'ljallanmoqda. Shuning bilan birga Xitoy, Yaponiya va Koreyaning tunji qېتىم birli vaqtda erkin savdo kelishimiga qatnashganligi diqqat tortdi. Amerikada 3 noyabrdagi prezident saylimining natijasi to'g'risidagi munozaralar davomlashayotganda, prezident Donald Tramp rəqibi baydinning g'alabasini tunji qېتىم tilga oldi. Ammo saylamning aldamchilik ekanligi to'g'risidagi ayblashni qayta ta'kidladi. Arqadan Tramp mag'lubiyatini e'tirof qildi deganda xabarlar chiqqandan keyin Tramp buningga inkas qaytardi va yangi bayonot e'lon qildi. Tramp Twitter'dagi bayonotida Baydinning faqat saxta axborot vositalarining nazarda g'alaba qilganligini aytdi va men hech nimani qabul qilmayman. Bizning qilishga tegishli nurg'un xizmatimiz bor. Bu bir aldamchilik bilan to'lgan saylam dedi.
Tramp o'zining Twitter hisobidagi oldingi yozmasida saylangan prezident Baydinning ismini ishlatmay, saylamda aldamchilik bo'lganligi uchun u g'alaba qildi iborasini qo'llangan.